Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringizdek, bugun 2025-yil 25-sentyabr haftaning payshanba kunidagi chiqayotgan ishlarimizda hozir Farg'ona viloyati Bog'dod tumani o'zimizda mahallaga olib kelganmiz. Mana ko'rib turganlaringdek urilgan joyi. Bu 10 mingtali mashina tayyor holatdagisi. Hozir buni shuvoqsiz urilganday holatini ko'rsataman. Hozir g'ishlarimizda razmerlari standart holatda 6-12-25, ranglari ko'rib turganlaringdek atlasidan. Sanoqlariga xudo xolasa uqalanib ketmasligiga garantiyalari bor. Sho'r aytganimizdek 5-10% bo'lishi mumkin deyapti. Ehtimoli xudo xolasa sho'rdan umuman murojaat bo'lgani yo'q. Hozir sizlarga pastdagi podrashka qilib urilgan joyini ko'rsatib o'taman hozir. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Ishlarimizni narxlarini 750 so'mdan juma kuni 740 so'mdan qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beryapmiz. Texnika zavodi o'zimizdan, xudo xolasa eng arzon narxlarda yetkazib beraveramiz. Hozir pastdagi podrashka qilib urilgan joyini ko'rsataman hozir. Mana ko'rib turganlaringdek, mana shu holatda qilib ursa ham bo'ladi ishlarda. Xudo xolasa shuvoqsiz shunda qolaveradi. Kimdagi ham shunaqa surmoqchi bo'lsa ham aytsa, xudo xolasa atlasidan chiroyli qilib beramiz. Mana bu hozir 10 mingtali mashina kelgan hozir. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beramiz.